alaykum aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Tog'amga sovg'a olmoqchi edim. Ha? O'shanga gavdalari xuddi sizdayda, o'shanga kiyib ko'rsangizda, ko'rib keyin olmoqchi edim. Yo'q demasangiz. Aya, ha, oddiy ish ekan-ku, davay. Rahmat. O, mana shu vitrovkacha bitta kiyib ko'ring qani? Ha, tamam. O, to'g'riz, lekin maza qilib kiyaykan, vitrovka chekanda olsangiz bo'ladi. Ana buni kiying. Keyin mana buni kiyingda, mana buni kiyib ko'ring qani, qaysi biri yoqsa, o'shansini olaman. O'zga yana bitta narsa ko'rib kelay. Yo'q, kuni bilan kiyim kiyish bilan o'tiraman qilaykan, ishim yo'q-ku. Bor beling, umringizdan baraka toping. Mana buni kiying qani. Ana bilan ham kiyib ko'ring qani, qaysi birini Har olasiz? xil narsa-ku. Rang har xil-ku. Siz menga razmer dedingiz-ku. Xotin bittasini tog'osiga kiyim padbor qilib beraman. Menga o'xshaygan figurasi. Bo'lmasa nima allayman, qizlar bilan emasman. Hozir video tashlayman. Buni ham bitta kiyib ko'ring. Ham sumkachani ham ko'tarib ko'ring qani, gavdangizga qanday turadi. Ana shu ko'ylakchani ham bitta kiyib ko'ring aka. Bitta ana shu atirchani bersangiz bo'ldi menga. Bitta atir? Ha? Talabdan beri meni avra qilib kiyintirgansiz. Qara qolasiz? Yo'q, endi o'zlari yo'q, razmer tushadimi? Men kimman? Razmer bilmayman. Endi ikkilandim-da aka. Boshidan ikkilansangiz bilmayman, avra qilib. Ular xotin urush qilyapti. Hay, Duh o'rganizni qara. duxini ham siz bilan prov qilamiz. Mening ko'nglim